Bilet, Wi-Fi ishlamay qoldi. Endi nima qilsam ekan? Tashqariga chiqsammikan? O'xti, bular daraxtmi? Qushni qara. Tabiat, bunaqadar jirkant. Men ichkariga qaytib kiraman. Shokir, sen testdan -3 baho olding. Va bu sinfdagi hamma pizduchaning bahosidan baland chiqdi. Shokir, hammani ko'tini ayiradi. Shokir aka, kiyimimni yechib qo'ying. Xohlamayman. Iltimos, kiyimimni yeching. Qo'ysang-chi, kecha qildik-ku. Jin ursin, kiyimimni yeching dedim. Bu adolatdan emas. O'zing har doim meni kiyimimni kiyasan-ku. Ey, opa. Fokus ko'rsataymi? Bobur, nimalar qilyapsan? Ey, xudoyim, uzilib tushadi hozir. Yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshi emas, uzilib tushdi. Ey, Dalbayob, sen uyalmaysanmi? Bir gap aytaymi? Menga po'xo'y. Ko'ylagingizni ichiga bekinsam bo'ladimi? Men keyinroq tushuntirib beraman. Ha, mayli. Rahmat. Bitta askarga ko'zingiz tushmadimi, xonim? Bu tomonga ketdi. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat, xonim. Men urushga borishni xohlamagandim. Men seni tushunaman. Qo'pol ko'rinishni xohlamayman-u, lekin oyoqlaringiz chiroyli ekan. Sal teparoqqa qaraganingda chiroyli tashoqni ham ko'rarding. Men ham urushga borishni xohlamayman. Jonim, men homiladorman. Bolamiz qanaqa bo'lishiga qiziqyapman. Yo'q, bola meni qanaqa bo'lishimga qiziqadi. Meni xuy topasan endi. Ovqat tayyor bo'ldi. Ha, ketyapman. Zontek kerakmi? Men yigitimni kutyapman. Biz orani ochiq qilmoqchimiz. Lekin men xohlamayapman. Lekin baribir ajrashamiz. Ana u kelyapti. U emas ekan. Ey, brat, ana u qizni o'rashini tomosha qil. Kuning yaxshi o'tdimi, xotin? Yaxshi. Ko'chada bitta yigit meni chiroyli ekansiz dedi. Uni ayblamayman, u to'g'ri aytibdi. Urush qilmaganingiz uchun rahmat, jonim. Kechga kelasizmi? Mayli, xotin, kechga ko'rishamiz. Kuttirib qo'ymadimmi? Qo'rqma, bunchalik og'ritmaydi. To'g'risini aytsam, bu pizdes og'ritadi. Nogiron bo'lib qolish ehtimoling ham bor. Shunday ekan, birdan tan ol. O'sha yigit senmiding? Shokir! Shokir! Demak, tuvaletda ko'tdagi bosim kamayarkanmi yo ko'payarkanmi? Ko'payadi. Ha? Ko'payadi. Eshitilmadi. Ko'payadi, ko'payadi. Ha? Ko'payadi. Multipilib ko'raylik? Yo'q. Yigitim bilan orani butunlay ochiq qildik. Nima?
Yo'q, nega bunday qilding? Nima bo'ldi? Xo'sh? Ochig'i, u shunchaki yiban bola ekan. Bu bolani o'zi boshidan yoqtirmagandim. Keyin unga o'xshagan bolalar seni tenging emas. Senga qirolichalar kabi muomala qiladigan bola kerak. Tushunyapsanmi nimaga olib boryapman? O'ylab qoldim, siz juda ham bu o'ringa mos kelasiz. Bilasanmi, men o'zi juda yaxshi bo'laman-da. Agar shunaqa imkoniyatim bo'lib qolsa, Rosa kuldirdingiz. shezalak. Shokir. To'xta. Qo'yga ketyapsan. Ha? Men hoziroq tashqariga chiqishim kerak. Shoshilyapman. Sen kimsan? Men gazman. Kechirasiz, sumkangiz tushib qopti. Rahmat. Arzimaydi. Bu taqinchog'ingiz, buni qayerdan olgansiz? Bu bolaligimdagi eng yaqin do'stimning sovg'asi. Ammo u do'stim o'rmonga borganimizda yo'qolib qolgan. Ayrim odamlarning aytishicha, uni ayiqlar yeb ketgan. Bu senmisan? Yo'q, men Shokirman. Bu taqinchoqni bir uyum ayiq bo'qini orasidan topib olganman. Seni do'stingni rostdan ham ayiqlar yeb tashagan. Prekin jala. Dada, oyimning oyoqlari orasida nima bor? Mo'jizalar olami. Sizni oyoqlaringiz orasida-chi, dada? Mo'jizalar olami kaliti. Mo'jizalar olami qulfini almashtirishingiz kerak. Nimaga? Chunki qo'shni amakida ikkinchi kalit bor ekan. Aha, nima gap? Tasavvur qil, cho'lni ustidan uchib o'tyapsan. Shunda qayig'ingning shinasi teshilib qoldi. O'zing bilan nima olgan bo'lishing kerak edi? Machalka, chunki baliqning qulog'i bo'lmaydi. Topding. Uyg'ondingmi? Qayerdaman? Nega ko'tim og'riyapti? Balni sadasan. Sen dahshatli avariyani boshdan kechirding. Shuning uchun 10 yildan beri komada yotibsan. 10 yil? Shoshma, hozir soat nechi? Ertalabki 7 bo'ldi. Hali vaqtli ekan-u. Siz o'zi menga uylanmoqchimisiz? Uzr, men prosta kayf uchun yuribmiz deb o'ylagandim. Siz hazillashyapsiz, to'g'rimi? Ochig'ini aytsam, unchalik emas. Seni sevaman degandingiz-ku. Sen meni noto'g'ri tushungan ko'rinasan. Mayli, seni kechiraman. Unda nega har kechasi menikida yotib qolyapsiz? Kvartira qimmat. Kelin ko'ylak haqida nega so'ragandingiz? Biznes qilmoqchi edim. Lekin Shokir aka, bizning bolamiz bor. Bola menikiligiga shubham bor. Nima bilet? Yaqanda ko'nek Senga nima kerak? Shikolat. Nima kerak? Shikolat. Voy, bechoragina. Bu konvert buvim va buvamdan ekan. Ajoyib. Bu senga yangi yil sovg'asi. Biz seni yaxshi ko'ramiz. Rahmat sizlarga. Men endi juda boyman. Bu pullarni sen uchun 20 yil oldin saqlab qo'ygandik. Ha, men ham aytdim 200 so'mliklarni qanday. Patinka beraymi? Yangi soat olishim kerak. Soatning reklamasini yubor. Qanday qilib? Ko'plab tadqiqot va izlanishlardan keyin men bir qiziq narsani tushunib yetdim. Dunyodagi boy odamlarning 74% biznesmenlar, 12% investorlar, 8% sportchilar, 4% artistlar ekan. Eng qiziq joyi 1% ham ish xodimlari emas. Shunday ekan, oylik maosh uchun ishlab turib boyib ketishni orzu qilish bu ahmoqlik. Sen shunchaki boshqa bir tadbirkorning biznesi uchun instrumentsan xolos. Boylarning asosiy qismi ishlab chiqaruvchilar, iste'mol qiluvchilar emas. Shunday ekan, o'zingni birinchi biznesingni yo'lga qo'y. Shunchaki boshla. Uzoq reja qilishdan foyda yo'q. Haftasiga 6 kun ishlash bu yashab qolish uchun zarur bo'lgan pulni keltiradi xolos. Sen yashab qolishni tanlaysanmi yoki chinakamiga yashashni? Dugonalari har kuni klubda yuradigan qiz bilan birga bo'larmidingiz? Yo'q. Chunki agar dugonalari qanchiq bo'lsa, u ham qanchiq bo'ladi. Atrofingdagilar sening kimligingni anglatadi. O'z xotini turib boshqasi bilan yurgan do'stingiz bilan birga bo'larmidingiz? Menimcha ha, chunki bu uning shaxsiy ishi. Men bunga aralashmayman. Siz qizildan o'tib ketdingiz va Siz nima shtraf yozyapsizmi? Xuddi shunday. Siz meni dadamning kimligini bilasizmi? Nima, onangiz aytmaganmidi? Agar biz turmush quradigan bo'lsak, bitta quti sotib olib, unga har oy $100 tashlab qo'yamiz.
Kim agar xiyonatda ushlab olsa, yig'ilgan pullarni u olib ketadi. Bu HHK deb nomlanadi. Xuy xiyonat qilasanni qisqartmasi. Dalbayobligingga kim aybdorligini bilasanmi? Ha, ko'zingni yumsang ko'rsataman. Mayli, och. Xuddi shunday. Oyna. Yo'q. Sen nima xo'yat qilyapsanmi? Og'zingdan qoning kelgur, bergan paytda yeyish kerak. Salom. Salom. Sizni birinchi marta uchratganimda bema'ni va yoqimsiz odam deb o'ylagandim. Keyin haq bo'lgan ekanman. Ismini Shokir qo'ydim. Xuddi seni isming kabi. Chunki sen eng yaqin do'stimsan. Qoyilman do'stim. Ko'tarib ko'rasanmi? Mayli, faqat ehtiyot Salom bo'l. Shokir. Bля. Shokir bitta bo'lgani ma'qul. Men erkakman. Shuning uchun do'stlarim bilan kechasi xohlaganimcha daydab yurishim mumkin. Bugundan boshlab bu uyda meni gapim gap bo'ladi. Seni vazifang bo'lsa uylarni yig'ishtirib ovqat qilib qo'yish. Yaxshilab tushunib olding degan umiddaman. Shokir xotiniga shunday debdi. Keyin men unga nimasini yebanmisan? Odam xotini bilan ham shunaqa gaplashadimi dedim. Siz menga bunaqa gapirmaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q jonim, aslo yo'q. Jinnimisan? Nima men aqlni ozibmanmi? Posudalarni yuvib qo'yaymi? Ha, yaxshi bo'lardi. O'zi shu Shokir o'rtog'ingiz tayini yo'q bo'la bilasizmi? Meni yaxshilab eshit. Ismini Shokir qo'ydim. Xuddi seni isming kabi. Chunki sen eng yaqin do'stimsan. Qoyilman do'stim. Ko'tarib ko'rasanmi? Mayli, faqat ehtiyot Salom bo'l. Shokir. Shokir bitta bo'lgani ma'qul.